tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Bugun mana shu tadbirkorlarimiz ishtirok etyaptilar. 4 nafar ayol, 3 nafar erkak ishtirokchimiz bor. Ular mana yana kiryaptilar. Bugun sizga tadbirkorlarga yangi mahsulot tomonidan chiqarilayotgan yangi mahsulot haqida ma'lumot beraman. Bizning mahalla loyihasi produktimiz bor. Mahalla loyihasi mahsulotimiz produkti bu 25 milyon va 50 milliongacha beriladi. 4 yil muddatga 25% bilan yillik 25% orqali beriladi va bunda siz sug'urta polisi orqali ta'minotga qo'yish olishingiz mumkin. Yana bitta yangiligimiz Turonbankda o'z biznesga bir qadam mahsulotimiz 17 million oldin. Hozir bu summa o'zgartirilib yuqori 25 milliongacha ko'tarildi. Bu ham o'sha tadbirkorlar uchun imkoniyat yaratildi. Yana bitta buni yana siz biznesning maqsadini produktini biznes maqsadini produktini shikafillik yoki sug'urta polisi orqali olish imkoniyatiga egasiz va bu mahsulot 3 yilga mo'ljallangan. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa.